Berishdagimi? Bu holatda o'tish borda bunda. Ha, bunda yuqorilarda bor. Terimdan keyin suvni tortadi. Rahim aka 30% ga tabiiy ravishda o'zi tortadi. O'sish to'xtaydi. Keyin sekin o'smaydigan qilib namini zo'r qilib berib turamiz. Kuchayib, ko'p suv berib olsanglar, yangi o'sish bo'ladi. Kerak emas bizga. O'rmonzorganida kesishimiz ko'payadi. Kurtaklarimiz yorug'lik qolib ketadi. Shu ligrovka qilish terim paytida to'xtamadimi, terimdan keyin suvni polni kesasizlar. To'liq to'xtash kerak, chunki issiqqa chiqib ketmasdan oldin to'xtatib olamiz. Keyin namni oz-ozdan berib turamiz. Kuchayishni boshlayaptimi? Tortamiz. Ligrovka. Doimiy o'sishga qarab ligrovka qilishimiz kerak. Nimani oldi? Endi bu yerda tepalarini sal kamaytirasizmi terimdan keyin? Ha. Hozir yorug'ligi yaxshi. Yorug'ligi yaxshi yetishmayotganlarni yorug'lik olib kiramiz. Undan ortig'i kerak emas, sababi ikkitalik ko'payib ketadi. Yorug'lik hozir birdan yaxshi. O'zi o'rtani ochib, hamma yoq terimdan keyin biz nima qilamiz? Qilinsa, koalin hamma yoq cho'tki bo'lishi kerak va 35 dan harorat oshmas. 35 dan oshib ketadi. Oshib ketadi. Limba endi turgan sari kattalashib ketdi. Limba emasmi bu? Limba qatori. Nimba. Ketdi. Qattiq limbangiz o'zi mashta boshladi.